tarixiy ulgu yaratgan edi. Ya boshqalarga qo'l bo'lish, ya boshqalarni qo'l qilishdan iborat qulluq emani hayot falsafasi qilgan Xitoylar yangi bir fashist davlati qurayotganida ajdodlarimiz madaniyatimizning, kuch-quvvatimizning manbasi bo'lgan islomiyatni, erkinlikning, gullanishning birdan-bir yo'li bo'lgan ozodiyatni, tinchlikning, insoniy haq-huquqlarning kafolati bo'lgan adolatni, birlikning, hamkorlikning asosi bo'lgan ukhuvatni Cumhuriyatimizning to'p-to'rik qilib qo'pirib chiqqan edi. Bu bayroq shuningga shohid bo'lgan ediki, Sharq Turkiston xalqi g'algirlik bilan besib kelgan Xitoy tajovuzchilarining kunini ko'k surib, dod faryod ko'targizgan edi. Ularga bu zaminning egisi bor degan edi. Bular qanday xalqda o'limdan qo'rqmaydigan, balki o'limni qo'rqitadigan degizgan edi. Bu bayroq yana dal dunyo tartibi qoidadan o'rnatilgan davrga udur kelib, tanho beqo'g'il qolgan Sharq Turkistonning echinishli taqdiriga Xitoy ishg'oliyatchilarining maynat tirnoqlari bilan bu pok zaminni yovuzlarcha tilg'ashlariga shohid bo'lgan edi. Yarım asrdan ortiq vaqtdan beri Sharq Turkiston xalqi davlatsiz, bayroqsiz qolgan bo'lsa-mu, Sharq Turkiston davlatini qalbiga tiklab, ko'k bayroqni yurak so'qishlari bilan tanlovchi urg'izib, umid bilan sug'urib, yoshnatib keldi. Muhojiratda vatansizlikning dardini yetkuchi tortgan Sharq Turkistonliklarni har qaysi davlatlarda ko'k bayroqni javlon qildirib, ko'chalarni ko'kda bo'yab, 21-asrda bu ishg'oliyat ostida turayotgan, hatto irqiy qirg'inchilik yurgizilayotgan bir davlatning borlig'ini, bu davlatning qaytadan qurib chiqish mujodalasining bir kunmi to'xtab qolmaganligini va to'xtab qolmaydiganligini butun dunyoga jakarlab keldi. Bu bayroq kelgusida shunga shohid bo'ladi-ki, Xitoy zo'ravonligi va hili-nayranlari bilan vatanimizni vaqtli ishg'ol qila olishi, xohlagancha talon-taroj qila olishi, yetkuchi zulm qila olishi mumkin. Ammo Sharq Turkiston xalqini tiz buktirishga, baş egdirishga mangu qodir bo'lolmaydi. Bu bayroq yana shunga shohid bo'ladi-ki, Sharq Turkiston xalqi o'z davlatini pat yaqinda yana bir qatim qurib chiqadi va butun dunyoga haqiqiy hurlikning, zulmga bosh egmaslikning, adolatli jamiyatning yana bir ulgusini tiklaydi. Ay yulduzli ko'k bayroq sekin to'lg'inib lapildigunicha o'z tuprog'ini qaytadan tiklanishini zoriqib kutmoqda. Mustaqillikqa talpingan milyonlagan yuraklarni ay yulduzli ko'k bayroqni o'z vataniga qaytadan tiklash orzusida tepichaklamoqda. İnsaniyat tarixining qonuniyati dunyo vaziyati bo'lsa, bizga mustaqillik shambalaridan bishorat bermoqda. Bu bishorat butkul Sharq Turkistonliklarning bir nishonga qarab, o'rtaq hamkorlik bilan kuch chiqarishini taqozo qilmoqda. Bugun bizning Cumhuriyet kunimiz. Bundan taxminan bir asr muqaddam ajdodlarimiz bu muborak kunni tarix obidasiga o'yib chiqqan edi. Biz bu pat yaqinda ajdodlarimizning ruhini shod qilib, bu kunni tarix betiga cho'qim qaytadan yezib chiqamiz va ona vatanimiz Sharq Turkistonda qutlaymiz. İnşallah.